Blagoveshchensk shahrida o'tkazilgan reyd davomida muhojirlar orasida qonunbuzarliklar aniqlandi va ayrim holatlarda deportatsiya hamda jinoiy ishgacha olib keldi. Endilikda uy egasi sizni ogohlantirmasdan ham registratsiyadan chiqarishi mumkin. Muhojir yigit o'limida ayblangan politsiya xodimi bu safar sud qarori bilan qamoqqa olindi. Rossiya Federatsiyasida o'qishga kelgan ikki muhojir talaba do'konlarda o'g'irlik qilgani uchun qo'lga olindi. Komsomolsk-na-Amur shahrida muhojir katta miqdordagi narkotik bilan ushlandi va unga 20 yilgacha qamoq jazosi tahdid qilmoqda. Aprel oyida Rossiya Federatsiyasida yangi cheklovlar muhokama qilinmoqda va ular muhojirlar uchun qoidalarni yanada kuchaytirishi mumkin. Tyumen viloyatida maktabga kirish uchun rus tili testini muhojir bolalarning yarmidan ko'pi topshira olmadi. O'zbekistonda talabalar soni keskin oshdi va endi asosiy e'tibor ta'lim sifatiga qaratilmoqda. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Jahongir Saidovich. Bugun 19-aprel. Hafta yangiliklari bilan tanishib o'tamiz. Amur viloyatida migratsiya qonunchiligiga rioya etilishini tekshirish bo'yicha profilaktik tadbirlar o'tkazildi. Tekshiruvlarda MVD, FSB va Rosgvardiya xodimlari ishtirok etdi. Jami 30 ga yaqin shaxs tekshirildi va 4 nafar muhojirda qonunbuzarlik holatlari aniqlandi. 2 nafar shaxs Rossiya hududida qonuniy yurish talablarini buzgan. 1 nafar shaxs ruxsatnomasiz mehnat faoliyatini yuritgan. Yana bir holatda ro'yxatdan o'tishda noto'g'ri ma'lumot berilgan va 1 nafar shaxsga nisbatan deportatsiya chorasi qo'llanildi. Shuningdek, soxta ro'yxatdan o'tkazish holati bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Hozir tekshiruvlarda asosiy e'tibor registratsiya, yashash asosi, ishlash huquqi va hujjatlarni haqqoniyligiga qaratilgan. Ko'p holatlarda muammo aynan kichik xatolardan kelib chiqmoqda. Bu holatlar deportatsiya yoki jinoiy javobgarlikka olib kelishi mumkin. Rossiyada muhojirlarni ro'yxatdan o'tkazish qoidalariga o'zgartirish kiritildi. Yangi qonunga ko'ra, uy egasi endi muhojirni mustaqil ravishda registratsiyadan chiqarish huquqiga ega bo'ldi. Ilgari uy egasi muhojirni osongina registratsiyadan chiqara olmasdi, lekin baribir u uchun javobgar hisoblanardi. Endilikda agar muhojir amalda manzilda yashamayotgan bo'lsa, bu holat uni registratsiyasidan chiqarish uchun asos bo'la oladi. Uy egasi hech qanday qiyinchiliklarsiz ariza berib, sizni ro'yxatdan chiqarishi mumkin. Bu o'zgarishlar uy egalarini javobgarligini kamaytiradi va muhojirlarni nazorat qilishni kuchaytiradi. Ya'ni, agar siz registratsiya qilingan manzilda yashamasangiz, sizni osongina hisobdan chiqarishlari mumkin. Registratsiya faqat qog'ozda emas, amalda ham bo'lishi shart. 2021-yilda sobiq yo'l patrul xizmati inspektori Aleksandr Guseyev 19 yoshli muhojir V. Abdullayevning o'limi bilan bog'liq holatda ayblangan edi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, u hibsga olish vaqtida qurol ishlatgan va yigit vafot etgan. Biroq o'sha vaqtda jinoyat ishi dalillar yetishmasligi sababli yopilgan. Oradan vaqt o'tib, ushbu shaxs yana sud ishlarida paydo bo'ldi. 2024-yilda Novosibirsk viloyatida politsiya taqibi natijasida 2 nafar 13 yoshli qiz yo'l transport hodisasiga uchrab, og'ir jarohat olgan. Tergovda aniqlanishicha, politsiya harakatlari xavfli vaziyatni keltirib chiqargan. Hodisadan keyin tez yordam chaqirilmagan va voqea haqida rasmiy xabar berilmagan. Sud Guseyev va uning sherigini mansab vakolatini suiiste'mol qilishda aybdor deb topdi. Ularga 3 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi va maxsus unvonlardan mahrum qilindi. Saransk shahrida politsiya 2 nafar muhojir talaba tomonidan sodir etilgan o'g'rilik holatlarini aniqladi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, ular savdo markazlarida joylashgan do'konlardan ayollar kiyimlarini muntazam ravishda o'g'irlab kelishgan. Talabalar maxsus uskuna orqali signalizatsiya datchiklarini yechib, kiyimlarini to'lamasdan sumkalarga solib olib chiqib ketishgan. 10 ta o'g'rilik holati isbotlandi va umumiy zarar 100 ming rubldan ortiq deb baholandi. O'g'irlangan buyumlar talabalar yashagan yotoqxonadan topildi. Ularga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksi 158-moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Talabalar o'qish vizasi asosida bo'lgani uchun o'qishdan haydalishi mumkin va Rossiya Federatsiyasini tark etishga majbur bo'ladi. Politsiya tomonidan 27 yoshli muhojir narkotik moddalarni tarqatishda gumon qilinib qo'lga olindi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, u Rossiya Federatsiyasiga aynan narkotik savdosi maqsadida kelgan. Ushlangan vaqtda 28 ta o'ram narkotik topilgan va 2 ta yashirin joy ko'rsatilgan. Ijara kvartirasida esa 1 kilo geroin, 50 grammdan ortiq metadon aniqlangan. Unga nisbatan narkotik moddalarni noqonuniy saqlash va tarqatish bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Ushbu moddalar bo'yicha 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Hozirda u hibsga olingan. Bunday holatlarda jinoyat javobgarligi juda og'ir bo'lib, hech qanday yengilliklar qo'llanilmaydi. Davlat dumasida bir qator yangi qonun loyihalari ko'rib chiqilmoqda. Ularning asosiy qismi muhojirlar uchun talablarni kuchaytirishga qaratilgan. Sudlanganlik tariqi bo'lgan shaxslarga fuqarolik, RVP
va VNJ berishni cheklash taklif qilinmoqda. Shuningdek, hujjat topshirishda sudlanmaganlik haqida ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Bu o'zgarishlar hali qonun emas, lekin qabul qilinsa, hujjat olish yanada qiyinlashadi va talablar qat'iylashadi. 2026-yil boshidan beri Tyumen viloyatida 130 nafarga yaqin muhojirlar farzandlari rus tili bo'yicha test topshirgan. 50 nafardan ortig'i imtihondan o'tgan. Taxminan 60% bolalar yetarli natija ko'rsata olmagan. Bu test maktabga qabul qilish uchun majburiy hisoblanadi. 2025-yil 1-apreldan boshlab muhojir bolalar uchun rus tili bo'yicha test rasmiy ravishda joriy qilingan. Agar bola rus tilini yetarli darajada bilmasa, maktabga qabul qilinmaydi va ta'lim jarayoni boshlanmaydi. Ya'ni til bilimi endi majburiy talabga aylandi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri Qo'ng'irotboy Sharipov ta'kidlashicha, oliy ta'limda talabalar soni sezilarli darajada oshgan. Hozirgi kunda O'zbekistonda 1,5 millionga yaqin talaba tahsil olmoqda. Shu sababli endi asosiy e'tibor ta'lim sifati, bilim darajasi, mutaxassis tayyorlash samaradorligiga qaratilmoqda. Ya'ni endi faqat diplom emas, balki real bilim va ko'nikmalar muhim ahamiyatga ega bo'ladi. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.